Taniqli adabiyotshunos olim professor Hamidjon Homidiyning Tasavvuf allomalari nomli kitobida Hojagon Naqshbandiya tariqatining atoqli namoyandalaridan biri tasavvuf allomasi Hoji Bahouddin Naqshbandning sevimli shogirdi Mavlono Yaqub Charxiy hayoti, faoliyati va ilmiy ma'naviy merosi haqida qimmatli ma'lumotlar beriladi. Ularga ko'ra, Yaqub ibn Usmon Charxiy taxminan 1363-yilda G'azna shahri yaqinidagi Charx qishlog'ida tug'iladi. Uning otasi Mahmud ibn Mahmud zamonasining ziyolilaridan bo'lib, ma'lum muddat Sherozda yashaydi. Mavlono Yaqub Charxiyning asl ismi Yaqub ibn Usmon ibn Muhammad G'aznaviy Charxiy deb manbalarda keladi. Bu zot 1359-yil G'aznaning Charx qishlog'ida dunyoga kelganligini Risola-i Abdoliya asarida, o'zining asarida alohida ta'kidlab o'tadi. Bundan kelib chiqadiki, bu zotning o'sha taxallus olishlari, ya'ni nisbalari G'azni taxallusni olishi G'azna shahrida tug'ilganligi, Charxiyligi esa Charx qishlog'ida dunyoga kelganligidan dalolat beradi. Yaqub Charxiy dastlabki ta'lim-tarbiyani oila muhitida olgach, G'aznada, so'ng Hirotda tahsil ko'radi. Buxoroda tasavvuf ilmini o'rganadi. Hoji Bahouddin Naqshband bilan uchrashib, uning xizmatida bo'ladi. Bir necha sinovlardan so'ng Hoji Bahouddin Naqshband Charxiyni shogirdlikka qabul qilib, sufiylik ta'limoti bilan tanishtiradi va uni o'zining shogirdi hamda kuyovi Hoji Alovuddin Attorning tarbiyasiga topshiradi. Bu zot dastlabki ilmlarni o'z vatanida olib, birinchi Hirotda olib, so'ngra Misrga borib fiqh va boshqa ilmlarni o'rganadi. So'ngra Buxoroga qaytib kelib, Hoji Bahouddin Naqshband huzurlarida tasavvuf yo'nalishida tasavvufiy ilmlarni, ruhiy tarbiya borasidagi ilmlarni Hoji Bahouddin Naqshbanddan o'rganib va Hoji Bahouddin Naqshbandning tavsiyalari bilan Hoji Alovuddin Attordan Naqshbandiya tariqatining sir asrorlarini o'rganadi. Ma'lumki, Mavlono Yaqub Charxiy Hoji Bahouddin Naqshbandning kichik zamondoshi sanaladi. Bu zot Hoji Bahouddin Naqshbandning huzuriga borganda bevosita ta'lim-tarbiyani Hoji Alovuddin Attorga topshiradilar. Hoji Alovuddin Attor bir qancha muddat Buxoro zaminida yashagandan keyin 1390-yil Chag'oniyon, ya'ni shu hozirgi Denov va Oltinsoy tumanlarida joylashgan mana shu hududga keladilar. Mavlono Yaqub Charxiy Hoji Alovuddin Attor huzurlarida tariqatning sir asrorlari va uning vazifalarini o'rganadi. Albatta, bu holat kishining ruhiy holatiga ta'sir qilib, hatto asarlarda ham Naqshbandiya tariqatining sir asrorlari o'z aksini topganini ko'rish mumkin. Va Mavlono Yaqub Charxiy silsila-i sharifning Naqshbandiya tariqatining silsila-i sharifida 18-raqamida Hoji Alovuddin Attordan keyin joylashgan. Bu zotdan keyin Naqshbandiya tariqatini davom ettirgan kishining yetuk shogirdi Hoji Ubaydulloh Ahror sanaladi. Ma'lumki, Mavlono Yaqub Charxiy o'sha dastlabki shar'iy, fiqhiy va islomiy ilmlar bilan birgalikda zamonasining kerakli ilmlarini dastlab Hirot va Misrda o'rgangandan keyin Buxoroda ta'lim olib, tasavvufiy ilmlarni Hoji Bahouddin Naqshband hamda Hoji Muhammad Porso va Hoji Alovuddin Attorlardan o'rganadi. Yaqub Charxiy Bahouddin Naqshband tarafidan Alovuddin Attorga topshiriladi. O'zlarining kuyovlari, eng yaqin muridlari bo'lgan Alovuddin Attorga tarbiyalarini topshiriladi va o'z navbatida o'zlari ham Bahouddin Naqshband hazratlari o'zlari ham u kishiga irshod beradilarki, demak, men senga yetkazgan narsalarni boshqalarga ham yetkazgin degan ma'noda irshodga ruxsat berganlar. Bahouddin Naqshband vafotlaridan keyin mana o'zlarining ustozlari, pirlarining gaplarini shu yerda qoldirmaslikda, unga amal qilishdan bir misolini ko'rsatadilarki, to vafotlariga qadar, ya'ni Alovuddin Attorning vafotlariga qadar u zotning xizmatida bo'ladilar. Ya'ni ma'lumki, Bahouddin Naqshband hazratlari vafot qilgandan keyin Alovuddin Attor 1390-yilda hozirgi Denov shahriga kelgan, Surxondaryo viloyatida, demak Chag'oniyonga kelib faoliyatini davom ettirganlar. Demak, Attor hazratlari ham bu kishining xizmatlarida bo'lib, to vafotlariga qadar xizmatlarini qilganlar, tarbiyalarini olganlar. Ko'rinadiki, bizda o'sha xalqimizda o'sha o'tmish allomalarimizda, ajdodlar merosida
ustoz shogirdlik an'analari qanchalik mustahkam, o'sha bir-birlariga munosabat qanchalik yuksak darajada ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yaqub Charxiyning iste'dodiga yuksak ishonch bilan qaragan Hoji Bahouddin Naqshband unga irshod berib, Chag'aniyonga xalqni haq yo'liga boshlash uchun yuboradi. Mavlono Yaqub Charxiy umrining oxirigacha Naqshbandiya g'oyalarini targ'ib qiladi. Bahouddin Naqshband huzurlariga borganlarida u kishini qabul qilish uchun demak bir kecha kunduz muhlat so'ragan Bahouddin Naqshband hazratlari toki ilohiy ishora bo'lsa qabul qilishlarini aytganlar va shundan keyin aytadiki Yaqub Charxiy o'sha kechqurun men uchun juda ham bir og'ir tun bo'ldi va tongda Naqshband hazratlarining huzuriga borganimda u zot Yaqub Charxiyni qabul qilishga ruxsat bo'lganlarini aytadi. Shundan keyin bu kishi juda ham xursand bo'ladilar. Zohiriy va botiniy ilmlarda tengsiz Mavlono Yaqub Charxiy tasavvuf, fiqh, tafsir va davlatchilik masalalariga oid Alloh ismlarining sharhi haqida risola, Charxiyning Qur'onga qilgan tafsiri, do'stlik haqida risola, Mustafoning siratlari va to'g'ri yo'llar haqida risola, farz narsalar haqida risola, aqoid ilmi haqida risola, hisob va meros taqsimi haqida risola, Naqshbandiya suluki haqida qisqacha risola va boshqa bir qator asarlar yozadi. Nazmda bitilgan Faroiz-i Manzuma asari uning noziktab shoir ekanidan dalolat beradi. Mavlono Yaqub Charxiy barakali umri davomida o'zidan katta boy ma'naviy ilmiy meros boqi qoldirgan. Jumladan bu kishi kalom, fiqh, e'tiqod, tasavvuf, tarix va siyrat yo'nalishida 15 ga yaqin asarlar yozgan. Masalan, bu kishining tafsir ilmiga bag'ishlangan asari Tafsiri Mavlono Yaqub Charxiy fors tilida yozilgan bo'lib, butun Markaziy Osiyo va Turkiy davlatlarida ushbu asar mashhur bo'lganligi bu xalq orasida va bugungi kunda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining sharqshunoslik kutubxonasida ko'p nusxalar saqlanib kelinayotganligi ana shundan dalolat. Hatto ko'plab shaxsiy kutubxonalarda Mavlono Yaqub Charxiyning tafsir asari saqlanib kelinadi. Bundan tashqari bu kishining aqoid yo'nalishida Sharhi Aqoid nomli asari bor. Bevosita bu zot o'z asarlarining ma'no mazmuni, uslubiy va e'tiqodiy nuqtai nazaridan qaralganda Maturidiy ta'limotiga ergashganligi va Maturidiy e'tiqodda bo'lganligidan dalolat beradi. Hatto asarlarda ta'kidlaydiki, agar kishi deydi ulamolarning ahli sunna va jamoa ulamolarining bayon etilgan e'tiqodi va iqror bo'lgan e'tiqodiga tayanilsa, u kishi hech qachon bid'at ahliga, zalolat ahliga va hoyu havasga ergashmasdan doimo to'g'ri yo'lda bo'ladi deb ta'kidlaydi. Bundan kelib chiqadiki, Mavlono Yaqub Charxiy uning qarashlari bevosita Maturidiylik ta'limoti bilan uyg'unligi ana shundan dalolat beradi. Yaqub Charxiyning asarlari va yetishtirgan shogirdlari bilan shuhrati har tomonga tarqaladi. Tasavvuf yo'nalishida esa Mavlono Yaqub Charxiyning bir qancha asarlari bor. Jumladan bu kishining Risolai Unsiya asari. Risolai Unsiya asarida Hoji Aloddin Attor bilan Hoji Bahouddin Naqshbandning siyrati va suratlari haqida tarixiy ma'lumotlar berib o'tilganligi va Naqshbandiya tariqatining nazariy jihatlarini yoritib bergan muhim manbalardan birisi. Risolai Qudsiya asari ham bu kishiga nisbat beriladi. Ma'lumki, Risolai Qudsiya nomi bilan Hoji Muhammad Porsonning ham asari bor. Lekin ba'zi manbalarda Risolai Qudsiya nomli asar yozganligi va Risolai Abdoliya degan asar yozganligi, Risolai Noya degan asari bor, Risolai Sharhi Ahzob va bir qancha asarlari borki, bevosita bu asarlar Hojagon tariqatining nazariy jihatlarini yoritib beruvchi ilmiy manbalar sirasiga kiradi. Bu kishining Risolai Abdoliya asarida tariqatning maqomlari, sayr-u sulukni ilmiy nuqtai nazaridan Qur'on va sunnat asosida tushuntirib berilganligi hamda mutasavvif shoirlardan misollar keltirilganligi, jumladan
Sanoyi G'aznaviy, Shayx Fariduddin Attor, Mavlono Jaloliddin Rumiyning asarlaridan misollar bilan o'z fikrini yanada dalillantirib tushuntirilganligi Allomaning yetuk salohiyatidan va bu kishining ham shar'iy, ham diniy, umuman shar'iy ilmlarida kuchli bo'lganligidan dalolat beradi. U asosan Movarounnahrda Mirzo Ulug'bek va Xurosonda Shohrux Mirzo davrlarida faoliyat ko'rsatadi. Keyinchalik Hojagon Naqshbandiya tariqatining 15-asrdagi eng yirik namoyandasi sifatida tanilgan Hoji Ubaydulloh Ahror Vali Charxiyning shon shuhratini eshitib, u bilan uchrashishga oshiqadi va unga shogird tushadi. Bu voqea tafsiloti Faxruddin Ali Safiyning Rashahot asarida bayon qilinadi. Mavlono Yaqub Charxiyning ulug' olim bo'lishi, ulug' mufassir va yetuk ulamo sifatida 15-asrda gavdalanishi bevosita bunga o'sha davrning ijtimoiy, ilmiy, ma'naviy muhitning ta'siri juda katta. Jumladan Buxoro zaminida Hoji Bahuddin Naqshband, Hoji Muhammad Porsoq, Hoji Aloliddin Attor kabi ulug' mutasavvif Naqshbandiy olimlarning hayot va faoliyat olib borilishi hamda Hirot zaminida Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi ulug' zotlarning hayot va faoliyat olib borilishi bu zotni yanada ijtimoiy va ilmiy, adabiy imkoniyati keng bo'lganligi hamda ilm o'rganishga sharoitlar yetarli bo'lganidan dalolat beradi va bu kishining mashhur shogirdlari esa Alloma Said Taftazoniy, Said Sharif Jo'rjoniy, Hoji Ubaydulloh Ahror tarixda bu kishining shogirdlari sifatida nomlari tilga olinadi. U zot ulug' bir tariqat arbobi Hoji Ahror Valiyga ustozlik qilganlari juda ham muhim hodisa. Biz bilamizki, demak, Hoji Ubaydulloh Ahror davridan boshlab tariqat Ahroriya degan nom ham olgan va juda katta asoslarni barpo qilganlar Hoji Ubaydulloh hazratlari. Va mana shunday zotga keyinchalik bu kishi ustozlik qilganlari albatta bu tariximizning ustoz shogirdlik an'analari bo'yicha demak bir asosiy ko'rgazmali bir namunalardan hisoblanadi. Yaqub Charxiy Hoji Ubaydulloh Ahror Valiyning tariqat piridir. Mavlona Abdurahmon Jomiy o'zining Nafohat ul Uns kitobida Mavlono Yaqub Charxiy faoliyati va tasavvufni targ'ib qilish bobidagi xizmatlarini alohida ta'kidlab o'tadi. Hoji Ubaydulloh Ahror Vali bilan ustoz shogirdlik munosabatlarini bayon etadi. Abdurahmon Jomiy hikoya qilishicha, Yaqub Charxiy azizlar suhbatiga kelgan tolib Hoji Ahrordek kelish kerakki, yog' va pilikdan chiroq muhayyo qilingan. Faqat unga gugurt chaqish lozim, deydi. Yaqub Charxiy hayoti va faoliyatiga doir bu ma'lumotlar adabiyotshunos olim Hamidjon Homidiyning Tasavvuf allomalari nomli asarida keltiriladi. Mavlono Jaloliddin Rumiyning ilmiy tasavvufiy qarashlaridan yetarlicha xabardor bo'lgan Mavlono Yaqub Charxiy har bir asarida zarur o'rinlarda allomaning baytlaridan foydalanib, ular vositasida o'z fikrlarini tasdiqlaydi. Charxiy Hazrat Rumiyning she'riyatiga alohida ehtirom bilan munosabatda bo'lganini uning har bir asaridan payqash mumkin. Masalan, Nay risolasidan tashqari Tafsiri Charxiy va Risolai Abdoliyada ham Charxiy o'z fikrlarini oyat, hadis qatorida Masnaviyning shoh baytlari bilan tasdiqlaydi. Allomaning asarlarini o'rganilganda, jumladan o'sha Tafsiri Yaqub Charxiy, Risolai Unsiyada Mavlono Jaloliddin Rumiyning g'oyaviy ta'siri juda sezilarli darajada ko'rinadi. Uning asarlari bevosita mana Risolai Noiya asari Mavlono Jaloliddin Rumiyning o'sha Masnaviy ma'naviyda ilk kelgan Naynoma manzumasi bilan hamohang va boshqacha ma'no bilan aytilganda uning tafsiri hamdir. Ya'ni Risolai Noiya orqali Mavlono Jaloliddin Rumiyning Risolai Naynomasini, o'sha manzumasini sharhlagandan dalolat beradi. Bundan tashqari kitob asarlarida kerakli o'rinlarda mavzuga bog'liq holatda Mavlono Jaloliddin Rumiyning Masnaviy ma'naviy asaridan Maktubot fihi ma fihi asaridan iqtiboslar keltirilganligi bu kishining o'rtasida ma'naviy robita bo'lganligidan darak beradi.
Charxiyning Nay risolasi masnaviyshunoslikda juda katta ahamiyatga ega. Barcha masnaviyshunos olimlar hozirgacha bu asarga murojaat etib keladilar. Chunki Nay risolasi Shayx Hasan Xorazmiyning Javohir ul Asror asaridan keyin Masnaviyning ikkinchi sharhi hisoblanadi. Risola 70 betdan iborat bo'lib, muallif qachon uni ta'lif qilgani haqida ma'lumot yo'q. Mavlono Yaqub Charxiyning Masnaviy muqaddimasiga yozgan sharhlarning hajmi 29 betdan iborat bo'lib, har bir bayt tafsirida oyat, hadis, hikoyat va she'rlarni keltirganki, bu Rumiy baytlarning tushunilishini osonlashtiradi. Odatda risola muallifi bir necha so'z bilan bayt ichidagi asosiy mazmunni ifodalaydi. Ya'ni fikrlarini muxtasar bayon etadi hamda bayt mazmunidan nimaiki olgan bo'lsa, o'shani qog'ozga tushiradi. Risola tariqat soliklari tafakkur darajasi va dunyoqarashini nazarda tutib yozilgan. Zero asarda ayrim tasavvufiy atamalar borki, ularning mohiyatini faqat tariqat nazariyasini mukammal egallaganlar idrok etadi. Mavlono Yaqub Charxiyning asarlarining umumiy ma'no mazmuni komil inson axloqini yanada shakllantirish, jamiyatda solih insonlarni voyaga yetkazish hamda insonlar orasida muhabbat, mehr-muruvvatni yanada kuchaytirishdan iborat. Uning tafsiri Yaqub Charxiy asari bevosita insonlarni go'zal axloqqa, ma'rifatparvarlikka, ilm o'rganishlikka, halollikka, poklikka, sadoqatga va jasoratli bo'lib doimo tinmay mehnat qilishlikka undaydi. Misol uchun aytish mumkinki, u kishi o'z asarlarida tolibi ilmlarga bir qancha nasihatlar qilgan. Jumladan aytadiki, tolibi ilm doimo tinmay mehnat qilishi, kiyinishi issiq va sovuqdan saqlasa, yeyilishi uchun ozgina taom bo'lsa, ana shunga sabr qilib ilm o'rganish kerak deydi. O'zini har kuyiga solmasligi kerak, balki vaqtini behuda sarflamasdan doimo ilm va ma'rifat bilan shug'ullansa, kelajakda bu o'sha tolibi ilm ulug' bir inson sifatida voyaga yetishi mumkin deyiladi. Musulmon kishi hech qachon bir kishiga tili bilan ozor bermaslik kerak. Agar birovga mabodo ozor bersa deydi, uning moli mulkiga, uning jismiga Alloh taolo bir nuqson yoki ofat berilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan musulmon kishi dil ozorlikdan uzoqda bo'lib, insonlarga yordam berishi, marhamat ko'rsatishi kerak deyiladi. Bu kishining go'zal bir hikmatlari bor. Ey musulmon kishi, ey inson farzandi, sening haqqing shuki, birovning haqqini yemagin. Yetimlarning haqqini aslo yemagin va imkoniyating doirasida insonlarga taom ulash, ularga xayr saxovat qilgin, kambag'allarga, bechoralarga, zaiflarga taom ulashib va odamlarni ana shunday kishilarga yordam berishga unda. Balki sen bu yo'lda to'sqinlik, g'ov bo'lmagin deb ta'kidlaydi. Ushbu fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, Mavlono Yaqub Charxiyning asarlari bugungi kunda yoshlarning ma'naviy qiyofasini shakllantirish, ularni to'g'ri yo'lda tarbiyalash, vatanparvar, millatparvar sifatida voyaga yetkazish uchun suv va havodek zarur. Bu kishi asarlarda bayon etilgan mavzular hech qachon eskirib qolmaydi, chunki insonning ruhiy tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan mavzular har doim, har zamonda insonlarni doimo ma'naviy barkamollikka yetaklaydi. Yaqub Charxiy Masnaviy sharhiga bejiz qo'l urmaydi. Aynan Naynomaning sharhlanishi eng dolzarb masala edi. Chunki o'sha zamonlarda Rumiyning Masnaviy ma'naviy asari yangiligi bilan kitobxonlarning uni tushunib olishida qiyinchilik tug'dirardi. Ikkinchidan, Rumiy asarni yozib tugatganidan keyin oradan 100 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-da, Shayx Kamoliddin Hasan Xorazmiydan boshqa hali hech kim bu asar mohiyati, mazmun mundarijasi, muallif nazarda tutgan muddaolarni yozma ravishda sharhlab bermagandi. Bu borada Yaqub Charxiy birinchilardan bo'lib, bu ishga kirishgani tarixiy hodisadir. Undan so'ng Abdurahmon Jomiy,
Husayn Voiz Koshifiy bir davrda Masnaviy baytlarni sharhlashga kirishadi. Ayniqsa bu borada Jomining Naynoma risolasi ilmiyligi bilan alohida ahamiyatga ega. Eng muhimi, Mavlono Yaqub Charxiy va Abdurahmon Jomiy nay tushunchasini Xojagon Naqshbandiya tariqatining talablari asosida talqin va tahlil qilishadi. Nay risolasi qachon va qayerda yozilgani noma'lum. Charxiydek tasavvufning nazariya va amallaridan yetarlicha xabardor bo'lgan kishi Masnaviyning boshqa dostonlarini ham sharhlashga iqtidori yetardi. Ammo o'sha paytda Masnaviyni to'la yoki qisman sharhlashga ehtiyoj sezilmagani. Qolaversa, shogirdlarga ta'lim berish, shariat va tariqat masalalari bilan bog'liq ishlar hamda boshqa risolalarning ta'lifi bilan band bo'lishi ham bunga monelik qilgan bo'lishi mumkin. Nay risolasida keltirilgan har bir bayt yoki hikoyat mazmunini Yaqub Charxiy ko'proq Xoja Bahouddin Naqshband aytgan so'zlari va boshidan kechgan holatlar bilan tasdiqlaydi. Irfoniy nazariyalar esa amaliyotda sodir bo'lgan voqealar bilan sobit qilinadi. Shuning uchun Charxiyning bu asari masnaviyshunoslik yo'nalishida katta ahamiyatga ega. Mavlono Yaqub Charxiy hayoti va faoliyatiga oid tadqiqotlarda Allomaning irfoniy dunyoqarashining qirralari yoritiladi. Ammo haligacha uning asarlari mukammal tarzda tadqiq etilmagan. Bu zotning yana bir qancha asarlari borki, bugungi kunda O'zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Jumladan Majmuai G'azalot. Mana shu Majmuai G'azalot asari shundan dalolat beradiki, Mavlono Yaqub Charxiy mufassir, faqih, mutasavvif va mutafakkir olim bo'lishi bilan birga o'z davrining Naqshbandiya tariqatining vorisi va shoiri sifatida ham tarixda o'z nomini qoldirgan. Bundan tashqari Sharhi Navadon nom, ya'ni Sharhi Asmoulloh nomli risolasi bor. Bevosita u yerda Alloh taoloning 99 go'zal ismlarini orifona, irfoniy nuqtai nazaridan sharhlab berilgan. Yana faroiz ilmi, fiqh yo'nalishi bo'yicha faroizi manzuma, ya'ni nazmiy yo'nalishda nazm uslubida yozilgan merosni taqsimlash masalasining shariatning eng nozik ilmlaridan biri faroiz ilmi bo'yicha bu zotning ham nasriy ham nazmiy asarlari bor. Tarixiy va manoqib yo'nalishda esa maqomoti Xoja Bahouddin Naqshband, maqomoti Xoja Aloddin Attor borasidan asarlari bizgacha yetib kelgan. Bugungi kunda mahalliy olimlarimiz tomonidan Mavlono Yaqub Charxiyning hayoti, faoliyati va u kishining ba'zi asarlari borasida ilmiy tadqiqot ishlari bilan birgalikda maqola shaklida tadqiqotlar e'lon qilingan. Jumladan olima Mavjuda Razzoqova tomonidan Mavlono Yaqub Charxiy hayoti tadqiq mavzusida monografik tadqiqotlar olib borilganligi bu albatta tahsinga loyiq. Bundan tashqari Allomaning Risolai Abdoliya asari adabiyotshunos olim Xusrav Hamidovdan fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinganligi ham bevosita Charxiyning ilmiy merosi O'zbekistonda keng dastlabki holatda o'rganilayotganligidan dalolat beradi. Mavlono Yaqub Charxiy 1447-yilda Hisorda vafot etadi. Mavlono Yaqub Charxiy umrining so'nggi damlarini Chag'onyon ilmiy adabiy muhitda Hisor vohasida o'tkazilganligi tarixiy kitoblarda o'z aksini topgan va bugungi kunda bu zotning qabri ham Hisor vohasida joylashgan. Bu zot asarini va hayoti borasida Imom Termiziy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan xalqimizga tushunarli bo'lishi uchun, keng kitobxonlarga tushunarli bo'lishi uchun Mavlono Yaqub Charxiy risolasi, xalqcha risolasi nashr qilindi. Mana shu risolada Allomaning hayoti, nasl nasabi, taxallusi, ilmiy ijodiy faoliyati, asarlarining ma'no mazmuni va asarlarida bayon etilgan hikmatlar sodda va xalqchil tilda tushuntirib berilgan. Bu zot barakali umri davomida asar yozish bilan birgalikda bir qancha shogirdlarni voyaga yetkazganligi albatta Allomaning
doimo ilmga kuchli ishtiyoqi bo'lganligi, tinmay mehnat qilganligidan darak bersa, bu zot 1447-yil Hisor vohasining Halg'atu qishlog'ida vafot etgan. Bugungi kunda Tojikiston Respublikasida ushbu hudud joylashgan bo'lib, Allomaning qabri ustiga maqbara bino etilgan. Bugungi kunda jahon ilm-fani miqyosida Mavlono Yaqub Charxiy hayoti va ilmiy merosining o'rganilishi davom etib keladi. Bir qator sharq mamlakatlarida uning asarlari turli yillarda tarjima va nashr qilinadi. Jumladan Nay risolasi Afg'onistonda Halilulloh Haliliy muqaddimasi bilan 2 marta chop etiladi. Pokistonda olim va tarjimon Muhammad Nazir Ronchxo uni urdu tiliga o'girib 2004-yili Lohurda nashrdan chiqaradi.